Hürmetlik vatandaş, yuqorqi leksiyaning davomi. Bugun Chisloq 2020 yil 10 oyning 2 kuni, haftaga juma. Yuqorqi leksiyaning davomi vatandaşım nima deydi? Hamda Jungo Kompartiyasining Uyg'urlar ustida jinoyat sodir qilishi, irq yo'qotish jinoyatni shakllantirdimi yo'q, belgilashni chaqiriq qildi. Davlat Majlisi yuqorqi dokladida. Washington Post gazeti munda xabar qildi. Jungo masalasi alohida xizmat guruhi dastlabki ishga partiya a'zolaridan tashkillashni o'ylashgan, lekin Demokratlar partiyasi a'zolari chekinib oldi. Avam Palata a'zosi Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Wen MacArthur chin turib tirishchanlik ko'rsatib, hamda Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Cumhuriyetçiler Partisi a'zolari Daisi Michael McConnellni bu xizmat guruhiga rais qilib belgiladi. 5 oydan bir xizmat guruhi a'zolari 125 qatim uchrashdi. Bularning ichida siyosat mutaxassislari, savdo, tijorat doiralari, hamda ishchi partiyaning navbatdagi va sobiq hukumat amaldorlarini o'z ichiga oladi. Dokladda munda ko'rsatildi. Buningda 40 yil burun Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatdi. Lekin ikki tarafning iqtisodiy munosabatlarini kengaytirish, texnik ko'p uchrashishga ilhom berish uchun Amerika davomli Jungoning kishilik huquqni dafsanda qilish harakatlariga, iqtisodni oqsitish harakatlariga, kengaymichilik, tajovuzchilik harakatlariga, kommunizmlik ideologiyalik holatlariga ko'rib turib ko'rmasga selib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi shunday qildi da'vatida. Washington Post gazeti. Bundaq siyosat uzil kesil bugun mag'lub bo'ldi deb xulosaladi xizmat guruhi. Xizmat guruhi deb Washington Post emas. 2019 yil 1 yil ichida Jungo Kompartiyasi xalqaro shartnomalar xiloflik qilib, Hong Kong xalqining erkinligiga daxl-taruz qilib, Uyg'urlarni, Tibetlarni bostirib, harbiy kuchini oshirib, boshqa davlatlarning egilik huquqlariga tajovuz qildi. Wuhan virusining bostirish sababi bostirish bo'lib qoldi. Yo'q, Wuhan virusining bostirish sabablarini bostirib qo'ydi. Bu bir qator signallar Jungo Kompartiyasining ideologiya formularining xalqaro sistemining yadrolik prinsiplarini qandoq buzganligini, Amerikaliklarning bexatarligini, gullanishini, xatar ichida qoldirganligini oshkorlab berdi. Biz Jungo Kompartiyasining eksploatatsiyalik siyosatlariga endi yo'l qo'ya olmaymiz, moslasha olmaymiz. Dunyoning demokratiyasi va erkinligini qo'g'dash uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlikda keskin harakat qo'llanib, tashabbuskorlik huquqini qaytadan qo'lga keltirish kerak deyildi dokladning ijro qilish prinsipi to'g'risidagi qisqartirilmasida.